ichiga joylaydi. Xuddi shu narsa telefoningizda ko'rinadi. Hozir bunda ham ko'rinadi, chala ham ko'rinadi, amperlar, vatlar, hamma narsasi graduslar. Nisbatan yarmi bor, yarmi yo'q. O'chirib yoqish udalyonni ishxonangizdan boshqarish bu keyingi pokoleniyada bo'ladi. 9 ta funksiya qo'shiladi. Menda mana shu narsa bilan parada ishlaganda hozir o'rnatmayapman, buni tepasiga qo'yishim kerak. Mana shu uchalasiga buni qo'yadigan bo'lsangiz, degadan o'tsa o'tadiki, qolib ketmaydi. Funksiyasi bo'yicha. Kechqurun menga ham misol zaryad qilish kerak bo'lsa, mana bun bilan bamini ulayman, bu uyga chiqishi. Bun bilan buni ulab qo'ysam, bundan kunduz ishlaydi, kechqurun bundan ishlaydi. Bu o'shanda переключатка beradi. Fazani tokka o'tishini, misol bu o'chirib qo'yadigan bo'lsa, kechqurunga o'chadigan taymeri bor. Qo'yib qo'yadigan bo'lsam, bu shati sakraydi-da, bunga o'tkazib qo'yadi. Bunga o'tdimi, invertorga shundan tok keladi. Zaryad olishni boshlaydi. Kechqurun 12 dan 6 gacha bunda ham zaryad qila olaman. O'chirishi ham ertalab 6 bo'ldimi, bu o'chiradimi, bu yonadi. Bu avtomatik shaq etadi, bunga o'tkazib, bu invertorga tok beradi. Deydi shu narsasi bor. Hozir to'xtab turinglar, joylab oling. Sizlardan iltimos, bu informatsiyani listasini ham ko'rsatib qo'ying. Bundan keyin agar shunaqa video chiqadigan bo'lsa, bugun 11-yanvar ekan. Bu hammasi kopiya bo'ladi. Menda original video, original tushuntirish. Xohlasanglar tekshiringlar, Rossiya, Ukraina, boshqa davlatlarda ham mana shu informatsiyalar yo'q. Hozir aytadigan informatsiyam Xitoy o'zida ham hali yo'q bunaqa ideyalar. Prosta men muhrlab qo'yayotganim chislasini boshqalar yana meni nomimdan, meni o'rnimga chiqib, men qildim bu videoni deb falshifikalar chiqib ketmasin degan maqsadda qilib qo'yganman. Noto'g'ri tushunmanglar. Hamma biladi, marketingning birinchi o'rinda bu O'zbekistonda JMda, ikkinchi o'rinda Xitoyda. Invertorlar ham marketingga uchraydi, po-любому rivojlantirishadi, boshlanishiga sodda chiqarib, sekin-sekin kuchaytirib boriladi. Telefonlarning rivojlanishi, mashinalarning rivojlanishi bu ham katta marketing. JM rivojlangani ham rostikasi marketing. Invertor ham xudo xolasa marketingga uchrab, ham rivojlanadi xudo xolasa. Bo'lmasa o'zim borib rivojlantirib kelgan vaqtida. Bu informatsiyalarga qo'shimcha qilaman. Bularning pokoleniyasi mana 3-pokoleniyada u narsani qo'shib chiqaradi. Umniy domga совместимость qilinadi. Shu uzoqdan turib boshqarish. Buni hozir men boshqarsam bo'ladi, bu boshqarib ko'ryapman, boshqarmayapti. Wi-Fi dan ulangan, boshqarsa bo'ladi deb yozgan. Boshqardim, bo'lmadi. Funksiyalarni o'zgartirdim, zaryadkani misol amperini o'zgartirdim, boshqasini o'zgartirdim. Ishlamadi u narsasi. Bor, ishlamayapti. Hozircha blokirovka qilingan. Ertaga keyingi pokoleniya chiqadi, 3-pokoleniya unda bo'ladi. 4-pokoleniya nima bo'ladi? 4-pokoleniyada men главный muammo aytdim, tok pasayishi. Bu o'zi invertor bilan chiqadi. To есть stabilizator bilan chiqadi. Uyingizga beradigan tokka stabillik qilib beradi. 5-pokoleniyasida davlatdan kiradigan tokka ham stabilizatsiya qilinadi. Bu oson juda ham. 3 ta faza bo'ladigan bo'lsa, bitta fazadan olib ikkinchisiga sotsa ham bo'ladi. Endi 3-pokoleniya umniy dom qo'yiladi. Men hozir podvolimda ko'rgan bo'lsanglar, oldingi videolarimda bor, ko'ringlar. Uzoqdan udalyonni boshqara olaman. O'chirib, yoqib, undan bunga u fazadan bu fazaga o'tkazish funksiyalari bor. Taymer qo'ya olaman. Xohlagan paytim yonib, o'chib, xohlaganim ishlaydi. Uyga misol keladigan tokka xohlagan joydan переключать qila olaman. Keyingi pokoleniyaga shu umniy domni tiqib turib, yana bitta bundan chiqarishadi, gibrid qilib. Undan keyingisiga nima chiqadi? Hozir eng qiyin bo'layotgan narsa stabilizator kerak bunga chiqishiga. 3-pokoleniya umniy dom bo'ladigan bo'lsa, upravlение, удаленное управление. 4-pokoleniyada buni chiqishida stabilizator bo'ladi, yuzga stabilniy tok beradigan bo'ladi. Davlat tok o'ynasa ham siz yuzga yaxshi tok chiqarib beradi. 4-sida nima deb o'ylaysizlar? Yo 5-si уже keldi. 5-sida buni o'zi tok kamayishidan kuyishi bor. Bumi, JM, xullas nima bo'lsa ham, qanaqa firma bo'lsa ham, u kuyishi bor. Buni hozir Ukrainada hozir emas, bir 6-7 oydan oshdi. Stabilizator o'ylab topishdi. Stabilizator bilsanglar, mana misol mana stabilizator bo'lsa, davlat toki kirdi, chiqishiga faqat ishlaydi, obratni tok sota olmaydi. Hozir Tiristirni stabilizatorlarni o'ylab topishdi Ukrainada. Endi Xitoy ham buni chiqaradi. Bu nima qiladi? Bu kelayotgan tokki buni o'ziga stabillik qilib chiqaradi-da, buni sotadiganini obratni ham o'tkazibdi. 5-pokoleniyaga unisi keladi. Chunki o'sha paytga shu narsalarga Xitoyga zakaz bo'ladi. Xitoy odam so'rasangiz odam ham robot qilib yasab beryapti. Bu zakaz bo'ldimi, uni qilib beradi. Chunki o'sha bu bor. Ukraina chiqardi. O'sha stabilizatorni oladi, ichi ko'rinib bera qoladi. Shunda tokdan umuman muammoingiz bo'lmaydi. Svet ketsa akkumulyatoriz bor, panelingiz bor. Tok kamayib ko'paysa stabilizator kirishiga ham, chiqishiga ham ishlaydi. Bu qanaqa ishlaydi? Osongina o'zimizni stabilizatorlarni ham qo'yib yuborsa bo'ladi. 3 ta fazaligi bu oson. Mana hozir men sizga uni chizmasini ko'rsataman. Tasavvur qilamiz, mana 3 ta faza keldi. Juda ham yangi ekan. Xo'p, bundan tok oladi-da, invertordan o'tkazadi-da, bungulaydi. Bunikini bungulaydi.
Puliydi deganda stabilizatordan o'tkazadi-da, obratno bunga sotmaydi-da, bunga sotadi. Bundan kelganini stabilizatordan o'tkazadi-da, bunga sotadi. 3-fazanikini oladi-da, stabilizatordan o'tkazadi-da, bunga sotadi. Oson u narsani. Qilib bo'lmaydi degan narsa yo'q. Bu faza bu bilan chiqishi bilan kirishi ulash mumkin emas invertorlarni, lekin mana shu yo'l bilan 3 fazani qilib olsa bo'ladi. 3 fazalikni qiladi. Ukrainada 1 fazanikini o'ylab topishdi. Mana shu yerdan keldimi, shu yerda o'ziga sotadigan, ya'ni gibridniy variant chiqadigan qilishdi. Stabilizatorda ishlayapti. Tiristerniy variantlar bilan qilindi, ishlayapti. Lekin sotayotganda ko'chada mahallaning o'rtasida transformator o'tkasi bo'ladi-yu, ovoz chiqib turadi g'ing'illab. Xuddi shunaqa ovoz chiqarib turar ekan. Endi baland emas, 10 kilovattinglarni ko'tarayotgan stabilizator chiqdi. 5-chisiga xudo xolisa shunaqa stabilizator qo'yib chiqaradi. Endi ja chiqarmasa, shu videoni ko'rib meni o'zim ishga chaqirsam, o'zim borib mana shu 5 ta pokoleniyani qilib beraman, o'zim chiqarib beraman Xitoyga. O'zbeklar ham o'rgatsin Xitoyga narsa ishlab chiqarish. Buni men chizib ko'rsatganim gibridniy invertorda kirishi bilan chiqishini bir-biriga ulash mumkin emas degan gap bor. Oson решениесі bu. Buni menimcha endi qilib ko'rish kerak. Releli stabilizatorlarda qilsa ham bo'ladi. Chunki sotganda qaysi fazaga sotishini farqi yo'q. Kelgani bilan chiqishi ulanmasa bo'ldi. Lekin mana shunaqa aylantirib olib sotsa bo'ladi. Uning uchun 3 ta stabilizator qo'yiladi, chiqishini, sotishini keyin bunaqasiga aylantirib oladi. Mehnatimni qadrlab like bosib, podpiska tashlab qo'yarsizlar. Kommentariyalar yozib qo'yinglar. Ishonasizlarmi yo'qmi, kecha kechqurun boshlaganman. Ertalab 7 dan 15 ta o'tdi. Men kecha kun davomida syomkasini qildim, kechasi bilan men tashib chiqibman. O'g'lim ham maktabga harakatni boshladi. 6-pokoleniyachi deb so'rasanglar, 6-pokoleniyasini endi meni Xitoyga chaqirishsa agar kattaroq oylik va'da qilishsa, o'shanda borib o'rgataman. O'zbekda ozgina sir qolsin. Hamma narsani Xitoyga o'rgatib qo'ysak, o'zbekni qiziq qolmaydi Xitoyliklarga. Sog' bo'lasizlar, savollar bo'lsa kommentariyaga yozinglar. Nimaga evolyutsiyadan gapiryapman? Hozirgi paytda arzonini olib o'rnatadigan bo'lsanglar, keyinchalik o'zingizlarga yoqqan 5-chisimi, nechinchidir evolyutsiyasi sizga yoqsa, o'shani olib qo'yadigan bo'lsanglar, o'shani sizga ko'proq manfaatli bo'ladi. Salkam $2000 olib turib, yana uni sotib, o'sha paytda narxi ham tushib ketgan bo'ladi. Yutqizib qo'ygandan ko'ra hozir arzonni olib turinglar. Keyin xohlagan paytinglar arzonni sotib olish ham tez bo'ladi. Bemalol almashtirib olasizlar o'zingizga yoqqaniga. Kimgadir mabodo personalniy maslahat kerak bo'lsa, bizga chiqib turibmiz vaqtimiz bo'lganda. Endi to'g'ri, ozgina bir qism rasxodinglar bo'ladi-yu, lekin borib, chotki hamma narsani planlashtirib, qancha panel ketadi, tominglarni o'lchab, tomga ham chiqamiz kerak bo'lsa, hamma proyektinglarni qilib, qo'lingizga mana shunaqa chizib tashlab kelamiz. Endi yillik oladigan daromadinglar, ekonom qiladigan variantinglar bilan hisoblaydigan bo'lsanglar, u meni yo'l kiram bilan xizmatimga beradigan pulinglar katta raznica bermaydi. Anchagina raznica beradi. Ancha katta. Menimcha stoydi deb o'ylayman. U yana qaranglar o'zingizlarga. Mabodo maslahat kerak. Keling. Borib o'rganib chiqib, maslahat berib, o'rgatib keting desangiz, borib ipidan ignasigacha o'rgatib, maslahatlashib, mana shunaqa tizib, ko'rsatib, o'lchab, hamma narsani qilib tayyor qilib ketamiz. Xudo xolasa o'zimizga gruppa yig'yapmiz. Shu gruppani yig'ib olsak, unda o'zimizga murojaat qilsanglar, o'zimiz borib qo'yib, xuddi shunaqa. Endi chizmasini qilib o'tirmaymiz, birato'la amalda ko'rsatib, hamma narsasini yillik, именно yillik quyoshga qaragan sistema emas, обязательно quyoshga qarash kerak. O'sha agar graduslari, azimutini to'g'ri qo'yiladigan bo'lsa, soya bir-biriga bermaydigan bo'lsa, ana o'sha paytda siz eng ko'p maksimal tokka olasiz. Endi tommi uyi joylashishiga qarab turib, yaxshi maslahatlarni berib, chizmasini qilib, o'zimizga murojaat qilsanglar, o'zimiz o'sha narsani qo'yib beramiz. Xudo xolisa gruppa yig'ilyapti, yaxshi ustalar. Ustalarni ham olyapman, oldin ishlagan ustalarni olyapman. O'zim o'sha yerda bo'lib, tepasida turib, mendagi boladan bitta bo'lmaydi, ikkita bo'ladi. Bitta bosh yaxshi, ikkita bosh undan ham yaxshi. Endi ikkalasi ham gibridga o'xshab yaxshi ishlasa, undan ham yaxshi. Xudo xolisa yaxshi rezultatlarni ko'rsatadigan ishlarni o'zingizlarga ko'rsatib, o'rnatib, yillik daromadinglarni yaxshi qilib, maksimal qilib o'rnatib beradigan darajada qilib berib ketamiz. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqinglar, gruppa yig'ilib qoldi. Yaqin orada ustanovkani boshlab yuboramiz. Sog' bo'linglar. Savollar bo'lsa Telegramdan yozinglar. O'zim o'rnatolmayman degan odam bo'lsa, borib maslahatlarni berib, chizmalarni qilib beramiz. Yo o'zim o'rnatmayman, kelinglar, o'rnatib beringlar desanglar, bu o'lchamda hamma narsa u ichida bo'ladi. Xudo xolisa ekonomning yaxshi variantini qo'yib beramiz. O'zim o'rnatolmayman degan akalarimiz bo'lsa, borib pulli maslahatlarimizni beramiz. Maslahatimiz qimmat bo'lmaydi. Bemalol o'zini bir yilga bormasdan, даже yozda bir oyga bormasdan qilib beradigan darajada kam bo'ladi. Endi chizmalar qilib beriladigan bo'lsa,
ozgina qo'shiladi. Bunaqa katta summa emas. Agar yo'q, kelinglar o'zingizlar qilib beringlar deydigan bo'lsanglar, o'zimizga borib, xizmat qilib, chiroyli qilib, hamma qilgan ishimizni faqat reklamada chiqib qolib, biz yaxshi o'rnatamiz, qolganlar unaqa emas demaymiz biz. Qilgan ishimizni fakti bilan joyida ko'rsatib, nima qanaqa to'g'ri bo'lganini hammasini ko'rsatib, soyasi bormi, azimuti bormi, hammasini ko'rsatib, eng полезный, nima deydi, полезный KPDsini chiqarib, o'zlariga ko'rsatib, ishonch hosil qilganlardan keyin obyekt topshirib ketaveramiz. Qo'shimcha xizmatlar kerak deydiganlar bo'lsa, misol tomir iskat kattaroq bo'ladigan bo'lsa, kerak bo'lsa, panelni yuvishiga bezopaslik qilib, perila ham o'rnatib ketamiz. Tommi sharoitiga qarab turib, mabodo o'zim chiqib yuvaman degan akalar, endi bu 30 yilga qo'yilyapti, 30 yil ichida baribir bir marta bo'lsa ham, yo o'zingiz, yo farzandlaringiz chiqib kattaroq o'g'lingiz bo'lsa, yuvaman deydi. Mana shunaqa joylarga kerak bo'lsa, perila ham qo'yib beramiz. Ishdan qochmaymiz. Narxini kelishgan, sizlarga ham to'g'ri keladigan, bizga ham to'g'ri keladigan, unaqa osmonga otmaymiz. Xalq uchun xizmatda bo'lamiz. Xudo xolisa ishonchinglarni oqlab, pulinglarni rozi qilib oladigan ishlarni qilib topshirib ketamiz. Boshqa firmalarning yomonlashmasi, ayrim firmalar misol bunaqa qo'yib bering, bunaqa qo'yib bering desa, yo'q, bo'lmaydi, mana bunaqa qilishingiz kerak, bu bo'lmaydi, bunaqa qilish kerak. Ayniqsa akkumulyator semasida bilgan biladi. Biz uni ham, buni ham qilib bera olamiz. Sizlarni желаниелariga qarab turib, xohishinglarga qarab turib qilib beramiz. Shu xohishinglarga qarab turib, eng yaxshi maslahatlar bilan, kelishuvlar bilan o'zingizlarga chiroyli hammasini qilib berib, ishlarni bitirib qilib bera olamiz. Sizlarni budjetinglarga qarab turib, eng yaxshi maksimalniy yaxshi rezultatni ko'rsatib qilib berib, ishlarni bitirib chiqib keta olamiz. Telegramdan ko'pchilik yozilyapti, 10 kilovat gibridniy invertorga 5 kilovat akkumulyator ulasa bo'lmaydi deb ko'pchiligiga so'rasam, shuni ko'pchilik yo'q deyapti, 10 kilovatga 10 kilovat akkumulyator qo'yishga majbursiz degan gap. Bizda unaqa majburlash yo'q. Biz hammasini qilib beramiz. Xolisa klientga qarab, endi zakazga qarab turib, misol 5 kilovatmi, shunaqa qilib beramiz, uyiga 5 kilovatdan ortiq to'q ketmaydigan qilib qo'ysa ham bo'ladi. Konditsionerni alohida, kir mashinani alohida davlat o'zidan tortadigan bo'lsangiz, svet o'chganda o'shalar yonmaydi. Akkumulyatoringizga oshishidan nagruska ketmaydi. Bemalol ishlataverasiz. Yana ba'zi bir narsalar ko'p to'kilgan, misol endi mikrovonovka turadi bizda, pech bo'ladigan bo'lsa, mini pech, uni ham misol davlat qo'lab qo'yamiz. Alohida bittasini tortib olinadigan bo'lsa, svet ketganda shu narsalar ishlamaydi, akkumulyatorga nagruska bermaydi. Endi svarka ishlatib, kattaroq stanoklar ishlatadigan bo'lsangiz, o'zingizlar qarab turib, qolgan narsalarni o'chirib turib, 5 kilovatdan oshmaydigan tokka uni ham o'rgatib ketiladi. Shunda akkumulyatorga ham nagruska bo'lmaydi, klient cho'mchagiga ham nagruska bo'lmaydi. Xullas, joyida borib, hamma savetlarni berib, maslahatlarni qilib, ishlarni hammasini ko'rsatib, ideal qilib topshirib ketadigan qo'limizdan keladi. Bitta narsa, birinchi chiqqan pokoleniya katta zapas bilan chiqqan. Keyingi chiqadigan pokoleniyalarni buzilishi tezroq bo'lsa kerak deb o'ylayman, chunki ko'p narsani Xitoy boshida yaxshi chiqaradi. Odamlarning ishonchini olgandan keyin sekin-sekin stabillashtırib boradi. Misol 20 yilda buziladigan narsani 10 yilga tushiradi, 5 yilga tushiradi. Bu narsa ham bor. Shuning uchun bular yaxshiroq. Dilni qo'yib, o'sha narsani o'zingizlar yig'ib olsanglar arzon ham tushadi. To'g'ri, ishinglar ko'payadi. Lekin chidamliligi uzoq yilga yetishi bularda ko'proq bo'ladi. Shunisiga ham qaraysizlar. Bu meni fikrim. Bunga hamma qo'shilish shart emas. Bu bilan men boshqa firmalarni yomonlamayman, hech qaysini yomonlamayman, lekin hech qaysini yaxshi ham demayman. Keyingi pokoleniyalar bor, ular yaxshi bo'lib qoladi. Agar chidamliligi shunaqa chiqadigan bo'lsa, keyingi pokoleniyalar osonroq, yengilroq bo'ladi. Uyda ishlatishinglar uchun. Menga endi bu yaxshi. O'zim xohlagancha upravlять qilib, hammasini o'zim qo'ya olaman. Shuning uchun. Shu joyiga yetib ketdik. Bu video faqat menda. Zoir aka Kenjayevga tosh otish yo'q. Zoir akaning yo'nalishlari boshqa. Menda buni remonti bo'lgan uchun men buni tushunaman. Tushuntirib bera olaman. Zoir akada bunaqa video chiqmaydi. Ular remont qilmaydilar. Rasmlar o'quv markazlarida, yana ustanovkalarda ish yuritadilar. Bu bilan nima demoqchiman? Bunaqa video faqat meni kanalimda chiqadi. To'g'risi, Rossiyada ham yo'q, xohlagan joylarni qidiringlar, xohlagan boshqa qayerda informatsiya bo'lsa, o'sha informatsiyalarni qidiringlar. Bu informatsiyalar yo'q. Bular o'z zapreshonning informatsiya buni aytmaydi. Marketingni buzib qo'yadi bu narsa aytiladigan bo'lsa. Like bosib, kommentariyaga 5 baholi qo'yib tashlaylar. O'zbegimga rosa kerakli informatsiyalar bo'lgan. O'zim o'rnata olmayman degan akalarimizga rosa foydali teggan bo'ladi. Sizlar qo'ygan kommentariyadagi 5 bahodan O'zbegimni xonadonligiga $850 baraka bilan 30 yillik elektr energiyasi kiradi. Yerimanglar 5 baho qo'yib beringlar. Siz bilan meni sababchi qilgan bo'lsin, savobi sizga ham, menga ham bo'lsin.